Onasi? Nima orqaga o'tiryapsan? Nima qilay? Har doim sen meni oldimda o'tirgin. Tushundingmi? Sog'inganni orqaga qarashga qiynalaman. Ham qo'lingni ushlab ketaman. Onasi, orqamda o'tirmang hech qachon. Oldida o'tirgin, meni oldimda bo'lgin har doim. Shunaqa bo'ldi, qo'lingni ber, onasi. Siz nima qilyapsiz? Ko'chada hamma qarab turibdi. Ushlashingizni qarang. Nima bo'ldi qo'lingni ushlasam? Nima men o'ynashim bilan ketyapmanmi? O'zim halol bilan ketyapman-ku. Mashq qo'ling, meni qo'limga har doim zanjir bo'lsin. Tushundingmi, onasi? Onasi, o'ynab yo'lda qarang, kachalar bor ekan. Nima qilamiz? Ushamizdan yuringlar. Endi shu yoshimda qachon uchib yurishim qolgan. Yoshingga nima qildi? Degan bo'lsam 30 yoshga kirding. Men 35 ga to'ldim. Hali yoshmiz. Shuni bilib qo'y. Sen bilan qaragunimcha, kampir-chol bo'lgunimcha sevishaman. Butun umr sevishaman sen bilan. Tushundingmi? Shuni hech qachon unutmagin. Sevgi 40 yoshdan keyin boshlanadi. Bilib qo'ygin shu narsani. Yur, biluvchan, onasi. Adasi bir kun damingizni maza qilib uxlasangiz bo'lardi. Butun kuningizni men bilan o'tkazib yubordingiz. O'zi bir haftada bir marta dam olsam. O'sha bir kunimni sallaga bag'ishli deyman-da. Bu joyga olib chiqsam deyman, aylantirsam deyman. Hadi uyda g'aflat bosib yotganimdan ko'ra sallaga vaqt ajratganim yaxshi, onasi. Bilasanmi, boshqalar sigaret chakib, aroq ichib, boshqa narsadan kayf qilsa, men sallaga vaqt ajratib, sallani aylantirib, sallam bilan yurib kayf qilaman. Bilib qo'ygin shuni. Buni o'ylab qarasak, bu dunyoda bir-birimizga g'animat ekanmiz. Farzandingizga, ayolingizga, onangizga vaqtida vaqtingni ajratmasanglar, baxt sizlarni ulardan ajratishi mumkin. Shuni bilib qo'yinglar.